Rustam aka, men padarga beraverman. Lekin u yoqqa borgunlaricha, Samarqandga borgunlaricha qoladi, qolmaydi bilmayman. Birinchilardan bo'libsizlar aka. Buni aka biz Samarqandga olib bormaymiz. Hozir nasib bo'lsa ertaga Xitoyga uchib ketyapmiz. O'zimiz bilan Xitoyga olib boramiz. Xitoyda ovqatdan qiynalasizlar. O'zingiz bilan tushonka olib oladiganlar uchun men telefon qildim sizlarga. O'tasiz. Ha, o'tkazib o'ting. Xitoyda halol ovqatga qiynalasizlar deganlar uchun men tushonka olib kelib beringlar, iltimos qildim. Akalarni o'zlari hech qanaqa erinmasdan men shuncha tushonka ko'tarib ketdilar. Biz o'zimiz bilan olib boramiz buni. Bu yoqda yeb icharga kerak bo'ladi. Undan tashqari mana hozir yangilikni zo'rdan berdilar. Bu yoqni yopib turibman. Meni istoriyamni ko'rsangiz bilasizlar nimaga. Qo'y qadamdan yangilik, to'shonni, tovuq, achchiq qalampirligi kattasi chiqdi. 780 grammligi. Bitta do'konlardan qidirib ko'rib yeb ko'rasizlar maza. Necha kun ketyapsiz o'zi? Nasib bo'lsa 5 kunga Xitoyga. Yetadi ish. Nechta odamsizlar? Da, ko'pchilik. Ha, ularga bermaydi. Ha, bermaydi. Sotib olib yeysiz. Do'konlardan sotib olib yoki aeroportda o'zidan sotib olsangiz ham bo'ladi. Tayyor bokslar aeroportdan ham bor. Bor. Duchkudek kirasizlar. Bor. Faqat tilligimiz yo'q duchkudekda. Tillik kerak bo'lsa, обязательно o'zimizga aloqaga chiqinglar. Tan joyi sog' bo'lsa.